Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hörmətli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinglar kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Bugun Mustabid Xitoy hokimiyatining Urumchida qo'lda to'mirning sunug'imi bo'lmagan begona Uyg'urlar qarta rəhimsizlikcha elib borgan irqiy qirg'inchiligining 13-yilligidan iborat. 2009-yili 5-iyul kuni Urumchidagi Uyg'urlar shu yili 26-iyun Xitoyning Shaogan shahrida fashist Xitoylarning vahshiylarcha irqiy hujumga uchragan Uyg'ur dehqonlariga ega chiqish uchun maydon va ko'chalarga to'kilib, Xitoy hokimiyatidan Shaogan shahridagi irqiy hujumda Uyg'ur dehqonlarining o'lishiga sababchi bo'lgan irqchi Xitoylarni qonuniy javobgarlikka tortishni talab qilishgan edi. Ammo Mustabid Xitoy hokimiyati Urumchidagi Uyg'urlarning bu haqqoniy talabiga miltiq bilan javob qaytardi va minglagan Uyg'ur rəhimsizlarcha qirib tashlandi. Sonsizlagan begona Uyg'ur tutqun qilinib, jazo lagerlariga mahkum qilindi. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi mohiyatda Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda yo'lga qo'yayotgan lager tuzumining va Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarta rəhimsizlarcha yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining eng asosli boshlanish nuqtalarining biri edi. Shu kuni boshlangan irqiy qirg'inchilikdan keyin o'z xalqining milliy va insoniy haq-huquqlarini talab qiluvchi minglagan begona Uyg'ur mustabid Xitoy hokimiyati va bu hokimiyatning cho'moqchilari hisoblangan fashist Xitoy ko'chmanlar tarafidan vahshiylarcha o'ldirildi. Millionlagan begona Uyg'ur tutqun qilinib, qorong'u zindonlarga va jazo lagerlariga va majburiy emgak maydonlariga mahkum qilindi. Butun Sharq Turkiston zamini haqiqiy bir ustuchiq nastist lagerga aylandi. Millionlagan begona qarindoshlarimiz Xitoyning zindonlarida va jazolash lagerlarida jon talashmoqda. Zindonlardan va nastist lagerlardan har kundagidek shahid xabarlar kelmoqda. Qonga bo'yalgan Sharq Turkiston zaminida bugun xalqimizning ahuzori va dod faryatlari yurakni larziga solmoqda. 5-iyul shahidlarni, jumladan Sharq Turkiston xalqining erkinligi va hurligini qo'lga keltirish yo'lida qimmatli hayotlarini taqdim qilgan botir o'g'il qizlarimizni yod etish, ularga ehtirom bildirish va Xitoy hokimiyatining xalqimizga qarta rəhimsizlarcha yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini dunyo jamoatchiligi oldida fosh qilish bo'lsa, biz chet ellarda yashayotgan barliq Sharq Turkistonliklarning vijdoniy, insoniy va milliy burchimizdan iborat. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 13-yillik munosabati bilan mustabid Xitoy hokimiyatining qirg'inchilik tufaylidan hayotidan ayrilgan Urumchi shahidlarimizga, shundaqli Sharq Turkiston xalqining erkinligi va ozodligini qo'lga keltirish yo'lida qimmatli hayotini taqdim qilgan barliq aziz shahidlarimizga cho'nqur ehtirom bildiramiz. Mustabid Xitoy hokimiyatining zindonlarida, jazo lagerlarida va majburiy emgak silish maydonlarida azob uqubat chekayotgan millionlagan xalqimizga Allohdan esenlik tilaymiz. Dünyanın hər qaysı əllərdə fəaliyyət elib beriyotgan Uyğur təşkilatlarının 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 13-yillik munosabati bilan mustabid Xitoy hokimiyatining irqiy qirg'inchiligiga qarshi boshlatgan norozilik faoliyatlari bugun, ya'ni 5-iyul kuni yuqori pallaga chiqdi. 2-iyul shanba va 3-iyul yakshanba kunlari Qozog'iston, Yaponiya, Norvegiya, Shvetsiya, Belgiya qatorliq ellardagi Uyğur tashkilotlarining uyushtirishi bilan namoyish va xotirlash faoliyatlari o'tkazilgan edi. 4-iyul kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu munosabat bilan xalqaroga e'lon qilgan ingliz bayonotida 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi yuz berganda xalqaro jamoatchilikning bu xil qirg'inchilikqa qarta yetarlik darajada inkas qaytarmaganligini tanqid qildi. Bayonot qurultay raisi Dolqun Aysa apandim 2009-yil yuz bergan Urumchi qirg'inchiligi Uyg'ur xalqining tarixidagi eng zulmatli zamonlarning biri. Yana shundaqla bu qirg'inchilik xalqaro jamoatchiligining Uyg'ur xalqiga ega chiqmay ularni o'z holiga tashlab qo'yganligining bir dalili. Chunki ayni chaqda boshlangan qirg'inchilik bugun uzluksiz kengayib zo'r ko'lamlik irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatga aylandi. Shunga xalqaro jamoatchilik buningdan savoq elib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun jiddiy harakatga o'tishi lozim deb ko'rsatdi. 5-iyul tushdan burun Avstraliya Uyg'ur jamiyatining uyushtirishi bilan Xitoyning Sidneydagi elchixonasi oldida namoyish va Xinjiang saqchi hujjatlari asos mazmun qilingan rasm ko'rgazmasi o'tkazildi. Yomg'ir ostida o'tkazilgan namoyishda so'z qilgan Avstraliya, Yangi Zelandiya Xitoy kommunistlarining ziyonkashlikka uchirg'uvchilar bir
birligining mas'ullari, Sidneydagi ba'zi universitetlarning professorlari, Avstraliya Uyg'ur jamiyatining mas'ullari va Dunyo Uyg'ur qurultayining Avstraliyadagi vakillari mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarni qattiq ayiblash bilan birga Avstraliya parlamentini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy yo'sinda qabul qilishga va Avstraliya hukumatini Xitoyning irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoyga qarshi jazo va embargo tadbirlarini yo'lga qo'yishga chaqirdi. Shu kuni yana Avstraliya Uyg'ur Tangirtog' ayollar birlashmasining uyushtirishi bilan Janubiy Avstraliyaning markaziy Adelaide shahrida 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 13-yilligi munosabati bilan namoyish va Shinjong soqchi hujjatlari asos mazmun qilingan rasm ko'rgazmasi o'tkazildi. Bu qatimqi namoyish Adelaide shahar aholisining kuchli qiziqishini qo'zg'adi. Namoyishda so'z qilgan tashkilot rahbarlari xalqaro jamoatchilikning navbatda davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun jiddiy harakatga o'tishining to'limi zarur va ta'xirsiz ekanligini alohida ta'kidlab o'tishdi. Undan boshqa bugun yana Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatining uyushtirishi va Janubiy Avstraliyada yashayotgan ko'plagan qarindoshlarimizning qatnashida Adelaide shahrida 5-yil Urumchi shahidlarini xotirlash va aziz shahidlarimizning ro'yi uchun Qur'on tilovat qilish faoliyati o'tkazildi. Avstraliya Victoria Uyg'ur jamiyatining uyushtirishi bilan bugun 5-yil Urumchi qirg'inchiligining 13-yillik munosabati bilan tor muhokama yig'ini o'tkazildi. Undan boshqa yana bugun Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan yaqin munosabatda bo'lib kelgan Malayziyadagi Musulmon yoshlar birligi qatorliq Uyg'urlarni qo'llab kelayotgan bir qancha musulmon tashkilotining birlikda uyushtirishi bilan 5-yil Urumchi qirg'inchiligining 13-yillik munosabati bilan Kuala Lumpurda Xitoy hokimiyatiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazilgan. Markaziy Turkiyadagi Sharq Turkiston tashkilotlar birligining uyushtirishi va Sharq Turkiston o'limalar birligi, Dunyo Uyg'ur qurultayi vaqfi, Uyg'ur akademiyasi vaqfi, Sharq Turkiston vaqfi, Aysa Yusuf Altekin vaqfi qatorliq Turkiyada aktiv faoliyat elib berayotgan ko'plagan Uyg'ur tashkilotlarining aktiv moslashib berishi bilan Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldida zo'r ko'lamli namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Türkiye vaqti tushdan burun soat 11da boshlangan namoyish va axborot e'lon qilish yig'iniga qatnashgan minglagan qarindoshlarimiz jarangliq shuar to'lab mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalq ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlariga qattiq la'nat yog'dirdi. Mazkur namoyishga yana Turkiyadagi ba'zi parlament a'zolari, bir qism siyosiy partiyalarning vakillari va turk ommaviy tashkilotlarining mas'ullari ishtirok qildi. Abdullah Yalqin efendimning riyosatchiligida o'tkazilgan bu qitimqi hayvatlik namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini Turkiya va Sharq Turkistonning milliy marshi bilan boshlandi. Namoyishda tunji bo'lib so'z qilgan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining raisi Hidoyatullo Og'uzxon efendim bundan 13 yil burun yuz bergan 5-yil Urumchi qirg'inchiligining barliq kelish jarayoni, arx ko'rinishi va mohiyati haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga kommunist Xitoy hokimiyati Sharq Turkiston ishg'ol qilgan 1949-yildan buyon Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qaratgan zulmining uzluksiz ishib borganligini va bugun taraq qilib keng ko'lamli irqiy qirg'inchilikqa aylanganligini ta'kidlab o'tdi va xalqaro jamoatchilikni bo'libmi Turkiya hukumatı va xalqini Xitoyning bu xil qirg'inchiligini to'sib qilish uchun jiddiy harakatga o'tishga chaqirdi. 5-yil Urumchi qirg'inchiligining 13-yillik munosabati bilan bugun yana Kanada, Amerika, Germaniya, Gollandiya qatorliq ko'plagan davlatlarda keng ko'lamli norozilik namoyishlari o'tkazildi. Bu haqdagi xabarlarning tafsilotini keyingi qitimliq programmamizda ayrim huzuringlarga taqdim qilamiz. Kommunist Xitoy hokimiyatining Hong Kongni qaytarib olganligining 25-yilligini xotirlash uchun 1-iyul kundan e'tiboran Xitoy miqyosida boshlatgan tabriklash faoliyatlari jarayonida Uyg'ur, Tojik qatorliq ba'zi Sharq Turkistonliklarni ekranlarga chiqarib, ularni asosli qizil tashviqot vositasiga aylantirilishi chet ellardagi Uyg'urlarning kuchli g'azabini qo'zg'abla qolmasdan, kuzatuvchilarning alohida diqqatini qo'zg'adi. Xitoyning ijtimoiy taratqularida bir Uyg'ur bovayning ekranda "Men bir vatanparvar, men jungoloq" deb to'lab usul o'ynayotgan, shundaqla yana bir tojikning bo'lsa, men Shangangni qaytarib olgan 1997-yil tug'ilgan. Şoňa dadam manga Shangang Mehmet deb ism qo'ygan degan ko'rinishlari keng tarqalishga boshladi. Vosay guren! Vay Jungo! 我叫香港买买体，是1997年出生，20是香港回归那天，所以我父亲给我起的名字叫香港买买体。今年是香港回归25周年，祝福祖国越来越强大，我爱你中国。 1-iyul kuni Hong Kongning Xitoyga o'tkazib berilganligiga to'g'ri 25 yil to'lgan kun. 1997-yil 7-oyning 1-kuni Xitoy hukumatı xalqaro Hong Kongning demokratiyasiga hurmat qilishini, ya'ni bir davlatda ikki xil tuzum yurgizadiganligini va'da qilib, Hong Kongning egilik huquqini Angliyadan o'tkazib olgan edi. Halbuki Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Xitoy ishlari ijroiya komiteti Hong Kongning Xitoyga o'tkazib berilganligining 25 yillik munosabati bilan maxsus bayonot e'lon qilib,
Xitoy hukumatining Hong Kongliklarga va dunyoga bergan va'dasi turmaganligini tanqid qildi. Xabarlarda ko'rsatilishicha, 2019-yildan boshlab Hong Kongda maydonga kelgan keng ko'lamlik demokratiya talab qilish namoyishlaridan keyin kam deganda 10,500 Hong Konglik siyosiy jinoyat bilan qaralangan va namoyishga chetishlik deb qarilib qo'lga ilingan. Növbətdə kam deganda 113 şəxs dövlət xavfsizligi təhdid silish jinoyati bilan jazolanish, muvofiq bo'lmagan usullar bilan sotlanish va hatto Xitoy cho'ng quruqligiga ilib ketilish xavfi turmoqda. 2022-yili 1-oygacha kam deganda 65 ommaviy tashkilot Xitoyning davlat xavfsizligi qonuni bo'yicha ayblanishdan ansirab, Hong Kongdagi ishg'ollarni taqidi yoki Hong Kongdan ayrildi. Bu yuzilanish 2021-yilning keyingi yarmida texmi tezlashdi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.